Vatandaş endeki leksiye vaziyet ve muhakeme vatandaşı. Bugünkü ıslah 2022 yıl 7. ayının 24. günü. Hürmetlik Erken Ruzi efendim. Ben sizin söz avatkan leksiyalarınızı anlap duruvatım ben Erken Ruzi efendim. Xuda Allah sizge medet versin. Her katım leksiyalarınızı anlap duruvatım ben akşamki sözde leksiyanızı mı anladım. Mesela bir Xitayla Qazaqstan 14 günlük sefer qilishiydi. Anda etraflıq tahlilinizi anladım. Benim fakat bir məsləhətim vatandaşım O'rta Asiya elleri doğrusunda toxtalğanda söz ibarlarını mulayim rak alaylı vatandaşım. Hazır mesela siz O'rta Asiya elleri müstakil bolğulu 30 yıldak açtı. Şungacha bir sanoat to'g'rini yasab chiqolmadi degan menda fikrni ilgari suribsiz. Bu to'g'ri, bu sizning orzuyingiz. O'rta Osiyo mamlakatlari sanoatlashishi kerak. Bu sizning, bizning hammamizning orzuyi. Biroq ular hozir sanoatlasholmaydi. Chunki bu davlatlar ayni chog'da Rossiya, Çar Rossiyadan iborat bir vahshiy militarizmli hokimiyatning istibdat hakimiyetinin mustamlik esasında yaşayan idi. Qozog'istonni chorvachilik rayini aylantirib qo'ydi. Qirg'izistonni chorvachilik rayini aylantirib qo'ydi. O'zbekistonda dehqonchilik, bog'bonchilik, paxta ishlab chiqarish rayiniga har bir o'zbek qarindoshni paxtakorlarga aylantirib qo'ydi. Mustamlika. Rossiya mustamlikasi xuddi bugungi Uyg'uristonga o'xshash. Uyg'uristonda Uyg'urlarni va qozoqlarni chorvachilarga, dehqonlarga, yezigilik bilan shug'ullanuvchilarga aylantirib qo'ygandek ish mustamlika desa, buni ma'ni shundoq qo'lida Erkin ukam. Efendim şuna bu milletler derhal sanoatli davri kirenmeydi. Bir jarayon ketidi bununla. Belki uzun jarayon, belki qisqa jarayon ketishi mumkin. Endi misal alsak hozir bu yil 1 ayning 5 günü Qozog'istonda yuz bergan namoyishga qarang. Bu namoyishning shakli dehqonlar va yoki chorvachilar qatnashgan namoyish shakli emas. Shahar aholisi va ishchilar rayonidagi qozoq ishchilar qo'zg'agan namoyish. Demak, Qozog'istonda hozir ishchilar qo'shini shakillendi, ishchilar qo'shini borliqqa keldi deb hukm qilsak, bu ishchilar qo'shini og'ir sanoatning yana bir shakli nefit ximiya sanoati. Mesela ham nefit sanoati deyli. Hozir chet el şirketleri kirdi. Bu şirketlerden Qozog'iston o'zining şirketleri ham hozir qozoq ishchilar nefit ve tabiiy gaz sohalarida o'ttirg'i chiqdi. Bu ishchilarda endi ishchilik g'ururi, ishchi va ishchilar xos bo'lgan milliy ong va boshqa ongning uyg'onishi tezlik bilan yetib keldi. Şuna bu yıl 1 ayının 5 günü Qozog'istonda yuz bergan namoyishda biz Qozog'istonda uyg'onib, tashkillanib, yetishib chiqqan qozoq ishchilari, ya'ni nefit, ham nefit okrugları, yani ham nefit ekish shiroylardik ishchilar va shahar aholisining namoyishi deb qaraymiz. Vatandoshim Erkin Ro'zi efendim. Bu kunlar keyin sizning bizning beshimizga keladi. Allah Xudo xohlasa hozir Kompartiyani biz ümidimiz ve yoki hissiyatimiz bilan emas, Kompartiya jungo Kompartiyasining amaliyotida aytsangiz hozir gumron bo'lish, yemirilish bosqichi kirib bo'ldi vatandosh. Erkin Ro'zi efendi, siz biz sodda Uyg'urlar sodda taxi biz hayotning, ijtimoiyatning bundoq yirik davriga yetib kelgan emas. Endilarda yetib keldi. Bu ijtimoiyat, bu yirik davr bizga Uyg'ur millatiga yetib keldi. Bunasi Anqaraligidek, Yesqilaligidek, tushangidek bilim kuchimiz yo'q. Chunki biz nadonlikda qoldirilgan millat.
Endi Xudo o'zimizning erkini ozodligini qo'lga olganda bo'lsa, buni boshqacha ko'ramiz. Shu vaqtida ondan yaqindan beri mana tunigun ko'rgan xabarimda Qozog'istonning prezidenti To'qayev apandi Rossiya mamlakatlarini birlashtirish, O'rta mamlakatlardagi suv talashish, yer talashish, senmenleri tu, men senleri tu deyishish. Endi bir oilada bo'lib turdi ekan bunday ishlar yo'q, bir millatlar o'ltiraqlashgan oilalarda bo'lmabdi bo'ladi. Bularni tugitib, O'rta Osiyo xalqlarining kim bo'lishidan qat'iy nazar mayli Ozarbayjon, ularni olib kelish kerak hozir. O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Qalpog'iston, Boshqirdiston degandek Muştallarning hammasini O'rta Osiyoda birlikka keltirib, bu yerda O'rta Osiyo birligi, O'rta Osiyo o'rtaq gavdasi qurash. Bu masalada Xitoyning chiroyiga qaramaslik, Rossiyaning didoriga qaramaslik, ularning qosh-qapoq o'yintishiga qaramaslik, balki mushundaq bir O'rta Osiyo o'tirg'i chiqqanda oldi bilan birinchi bozor shaklida, erkin bozor shaklida G'arb dunyosi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa ittifoqi bilan munosabat bog'lash. Mesela yakında To'qayev, Prezident To'qayevning energiya siyosati Yevropaga yuzlanish, Rossiyaga biqinib qolmaslik, Yevropaga yuzlanish, turib tortish, yo'l eqitish, turib eqitish jihatim Yevropaga bevosita energiya yo'llash. Mushuni tashabbus qildi Prezident To'qayev. Buni siz qo'llaysiz, O'rta Osiyo xalqi biz hammamiz qo'llaymiz vatandoshim bo'libmi? Prezident To'qayevning O'rta Osiyoni birlikka keltirish bu shiorini davlatlar ittifoqi, Yevropa ittifoqidek, haliqadek o qabilalar bu qabilalar ittifoqi emas. Buni Yevropa ittifoqidek har bir millat o'zining davlat huquqini saqlab qolish asosida O'rta Osiyoni birlikka keltirishdan iborat. Bu ulug'vor plan yoki bundaq g'oyaviy maqsadni Prezident To'qayevning bu g'oyaviy maqsadini biz Uyg'urlar qo'llaymiz. Shunga leksiya so'zligi vatanparvar vatandoshimiz Erkin Ro'zi apandi O'rta Osiyo to'g'risida so'zlaganda so'z iboralarni yumshoq elishingizni umid qilaman, qadrli uka.